Har bir millatning ko'zgusi, til bor ekan, millat barhayot. Tilni onaga qiyoslanishi bejiz emas. Inson o'z onasini ko'rmasdan, uning sof muhabbatini, mehrini tuymasdan yashay olishi mumkin emas. O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 36 yil to'ldi. Shu o'rinda savol tug'iladi. 36 yil davomida tilga mehr va muhabbatimiz, munosabatimiz qanday bo'ldi? Bu yillar davomida tilimizning maqomi mustahkamlandi. Qonunlar qabul qilindi. Tilimizni rivojlantirish maqsadida ko'plab dasturlar yo'lga qo'yildi. Biroq so'nggi vaqtlarda global muloqot, texnologiyalar tez rivojlanayotgan davrda ona tilimizni saqlash va yanada boyitish vazifasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ba'zan ajnabiy so'zlarga omuxta qilingan muloqotlar qulog'imizga chalinadi. Til o'rganish yaxshi albatta, ammo ona tilidagi so'zlar bilan boshqa tildagi so'zlarni aralashtirib gapirishga zamonaviylik belgisi sifatida qaraydigan yoshlar ertaga til himoyasi uchun qayg'uradigan avlodga sira o'xshamaydi. Biz bu avlodni faqatgina yilda bir marta 21 oktyabr arafasida ko'chalarga osiladigan bannerlar, shiorlar, tadbirlar bilan emas, yoshligidan o'zbek tilidagi alla-yu ertaklar, xalq og'zaki ijodi, tilni ulug'lovchi hikmatlar, adabiyotimizning durdonalari bilan tarbiyalay olsakkina ona tilimizga bo'lgan chinakam mehrni shakllantira olamiz. O'zbek tili AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Turkiya va shu kabi bir qator davlatlarning 60 ga yaqin universitetlari va 100 dan ziyod maktablarda o'rganiladi. Bu albatta insonda faxr tuyg'usini uyg'otadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillarining til borasida keltirgan faktini eslab o'tsak, qachonlardir odamlar so'zlashadigan tillarning soni 7000 dan 8000 tagacha yetgan bo'lsa, bugungi kunda sayyoramizda 6000 ta til mavjud bo'lib, ularning 90% yo'qolib ketish arafasida turibdi. Bu asosan sivilizatsiya tufayli madaniyatidan ayrilayotgan kam sonli millatlarning tillaridir. Bu tillarda so'zlovchi aholining ayrimlari yozuvga ega bo'lsa, ayrimlari bundan bebahradir. Masalan, Afrika tillarida so'zlashuvchi aholining 80% hamon o'z yozuvlariga ega emas. Lingvist olimlarning fikricha, yana 25 yildan so'ng hozir muomalada bo'lgan tillarning 10 tasidan bittasi saqlanib qolar ekan. O'zbek tilini ham ana shunday tillar sirasiga kirishini hech birimiz istamaymiz. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadigan oyinai hayoti tili va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq millatning ruhini yo'qotmoqdir. O'zbek tili rus va ingliz tilidan farqli o'laroq ona tilingiz ekanini faqat bir kun emas, har lahza anglasangiz, qalbingizda tilga bo'lgan hurmat va mas'uliyat chuqurroq ildiz otadi.